Labbe boy aka. Pullarimizmi? Pullarimizdan xavotir olmang boy aka. Hammasi prezent qoramdan hazar. Foiz yozyapti boy aka. Boy aka 25 ming dollar pul kerak ekan. 25 ming qo'liga berdim. 70 ming dollarlik uyini notariusdan o'zimiz nomimizga o'tkazib, ishni hal qilib qo'ydim. Halollagan. Halolladim. Uyda turgan mana bu 235 mingga bunga o'tkazib, 25 mingga o'zimiz qaytib oldik. Labbe boy aka. Boy aka, u baribir 25 ming dollar qimorda tushibgan. Bu uyda bu qimordan chiqib ketolmasligini bilib, sirasi klient topib 70 ming dollarga sotib yubordim. Boy aka, meni malakam kalaka qilmang. Bu 70 ming dollar o'zi foydada, prosent qo'limdan hazar. Foiz yozyapti bizga. Chiroyli. Boy aka, birov bilmasin, orqangizda turib, girishib, bot operatsiya bo'lyapti ekan.